Yutqazdim. Kinoga boraylik bugun. Hali kechga boramizmi axir? Olib borasizmi? Boray. Kino bo'lsa kinoda. Ha do'stim. Qanchaga? Bo'ldi. 6:00 o'sha yerda bo'laman. Xo'p. Dachaga ketyapsizmi? Ha, o'rtoqlar dachaga chiqib ketyapti ekan. Dachada ayollar ham bo'ladimi? Qanaqa ayollar? Faqat o'rtoqlar bilan o'tiramiz. Xo'p, qarang, hozir bitta o'yin o'ynaymiz. Agar yutsangiz borasiz, yutmasangiz kinoga boramiz. Bo'ldi. Qarang, hozir konfet yashiraman. Ko'kini topsangiz borasiz, sarg'in topsangiz kinoga. Demak, men faqat dachaga ketaman ekan. Nariyoqqa qarang. Bo'ldi. Yashir. Dachaga tushida boradi. Bo'ldi. Salom dacha. Nima bo'ldi hozir? Shunda dacha aytmayman. Ha, siz nima? Bitta konfet topib dachaga ketaman deb o'yladingizmi? Ikkalasi ham bir xil ekan buni. Sochimda bor nomusum haqqi, Ilohi masra ayol.